Jamanshudan uchastka olmoqchi bo'lgan hurmatli mingbuloqliklar, assalomu alaykum. Bugun sizlarga zo'r uchastkani ko'rsatgani kelganmiz. Qaranglar. Bu yer umumiy 8 sotik yer maydoni, ikkita hujjati bor. Sababi ikkalasi ham 4 sotikdan tayyor ajratib qo'yilgan. Xohlasangiz buni 2 kishi alohidadan olsangiz ham bo'laveradi yoki bo'lmasa 1 kishi olsa ham ikkalasi ham nomlaringiz sirazi o'tadi. Xohlasangiz keyin buni olgandan keyin to'rga bo'lib tashlang, kesib soting, uy qurib soting. O'ta zo'r joy. Buni olib masalan uy qurib yashayman degani ham zo'r. Buni masalan pulni band qilib qo'ygani ham zo'r. Uy qurib sotgan biznesga ham zo'r. Buni yaxshi tarafi yana aytadigan bo'lsak, nariga tomoni ham ko'cha, mana ko'rib turibsizlar. Bu tomoni ham ko'cha. Ichimlik suvlari mana kelyapti, tashkillashtirilyapti, o'sha mana ko'ryapsizlar. Mana uyning oldigacha kelyapti. Svetlarimiz umuman muammo emas, svetlar tortilgan. Mahallada gazlar ham o'tgan. Gazni ham xudo xolasa eplab olsalaring bo'laveradi. Uyimiz, ya'ni uchastkamiz atrofi polni mana shlaka blok bilan, devor bilan o'ralgan, to'g'ri to'rtburchak joy asosiysi. Haligi qiytiq, uchburchak, bir bola joy emas. Xudo xolasa yaxshi mana to'g'ri to'rtburchak atrofi devor bilan o'ralgan. Mana tomonda o'sha devorni qo'shini urar ekanlar. Xudo xolasa mana fundamentlargacha quyib qo'yilgan, tayyor holatda. Hop, uchastkamizda endi ketdik, mana ko'ryapsizlar. O'zlari o'sha makkalarni ekib qo'yishga mana shunaqa qilib tirishib turishibdi. Zo'r tarafi hamma tomondan ko'cha. Bu yerda manzili o'sha Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashu shaharchasi. Jamashu shaharchasida Jamashular juda yaxshi bilasizlar. Beton zavodda ro'parasida mana kottej mahallaning orqasidagi mahallada joylashgan mana shu uchastkamiz. Bu tarafdan ham ko'chadan kirib kelaverasizlar. Mana bu tarafdan ham bemalol darvoza ochib olib, o'zlaring bemalol uy qurib olsalaring bo'laveradi. Hop, aytaylik, bu yoqqa ikkita, 2 sotikdan, hozir 2 sotikli, 3 sotikli uylar rasta trendda yoki bo'lmasam bu yerda olib turib, xohlasangiz kesib sotsangiz ham bo'laveradi. Endi bu yerda narxini sotigini 5,5 mingdan o'sha kelishtirib beraveramiz deyishyapti. Egalarning raqamlarini qoldiramiz mana bu videoning nomida. O'sha yerdan topib bemalol telefon qilib kelishib olsalaring bo'laveradi. Ammo bunaqa joyda aytaymi, ikkita qoldi. Mana shunaqa burchak joylarda ikkita bor, bittasi bunisi, bittasi yana bitta boshqa joyda bor. Siz mana shuni ko'rib turavering, bosavering, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Pulni band qilgani ham olib qo'ysangiz ham yutaverasiz, xudo xolasa. Xo'p, endi bu yerda manzilini ko'ramiz, ketdik. Uchastkamizning manzilini aytadigan bo'lsak, mana Jamanshudan ingichka tomon ketaverishda, mana beton zavodda hamma biladi. Mana shu beton zavod yonidagi mana kottej ko'chadan shuni tushib kelsalaring, qaranglar. To'g'riga borganda o'ng qo'ldagi ikkinchi ko'chadan shuni borganda eng oxirdagi chap qo'ldagi uchastkamiz keladi. O'zi bilinib turibdi, hozir ko'rgan joylaringiz shlaka blok bilan o'ralgan yoki bo'lmasam mana kottej ko'chadan shunday borganlarga chap qo'lda ko'cha keladi. Shunday burilib to'g'ri shu uchastkaga urilasizlar. Ana shu joyimiz. Mabodo lokatsiyasini Telegram kanalimizga tashab qo'yamiz yoki Telegramni qidiringlar, Mingbuloqda desalaring, yashil belgili kanal chiqadi. Ana shunga obuna bo'lib kuzatib tursalaring, lokatsiyasi bilan tashab boryapmiz va mana shu Mingbuloqliklar uchun Mingbuloqqa oid hamma yangilikni bo'lishib boryapmiz. Agar sizlar ham mana shu kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, batafsil ma'lumotlar bilan tanishib borishlaring mumkin.